O'zbekiston Davlat satira teatrini bu yil 39-mavsumi ochiladi. Endi ko'pchilik savol beradiki, shu paytgacha teatr qayerda edi? Shu paytgacha teatr ulug' satirik, qiziqchi, yumor janrida qoyilmaqom xizmat qilib san'at yo'llarini bosib o'tgan ustozlarimiz Ergash aka Karimov, O'zbekiston xalq artistlari Hasan aka Yo'ldoshevlar va qolaversa mana Xayrulla aka Sadiyev. Shu yerda hamma ustozlar boshchilik qilishgan. Shu yerda ijod qilishgan. Faqat teatrni binosi bo'lmaganda bular hamisha safarlarda yurishgan. Teatrning kolyosi, g'ildiraydagi teatr deydi. Shu 2016-yilda mana shu yerni kelib bino qilib topshirilgan. Madaniyat vazirligi tomonidan mana bu yil 39-mavsum boshlansa, kamina ham iyul oyidan keldim shu yerga. Madaniyat vazirligi bizni shu yerga boshqosh bo'lib tursinlar. El yurtni jamoalari bilan xursand qilishsin, yangi tomoshalar, chiroyli chiqishlar bo'lsin deyishdi. Shundan keyin biz kelganmiz. Keldik-ku darrov ish boshladik. Birinchi qilgan ishimiz teatrimizni jamoasida nima iqtidori bo'lsa, kim nima bilsa san'atga daxldor, hammalarini chaqirib turib klass konsert deb nomladik birinchi tomoshamizni. Klass konsert 1, klass konsert 2 shu jamoani qobiliyatidan kelib chiqib, keyin o'zimda ham men deb shuncha yil 40 yildan oshib ketgan bo'lsa, juda ko'p g'oyalarimiz, yaxshi narsalar, ijodlarimiz bor edi. Shularni birgalashib shu teatr jamoasi bilan xalqqa yetkazmoqchi bo'lib, birinchi qilgan ishimiz klass konsert deb nomladik. Ya'niki ichida hamma narsa bor. Etyudizm, kompozitsiya, she'r, monolog, qo'shiqlar, miniatyuralar. Shularni jamlab turib tomoshalarni boshladik. Bugun mana ertalabda mehmonlarni taklif qilib, ularni duolarini olib, ehson dasturxonlari yozilib, ketidan xudo xolasa mana soat 1dan klass konsert tomoshamiz boshlanadi. Keyin tomoshabinlarimiz taklif qilamiz. Hamma shu yerga kelib satira teatrining ijodidan bahramand bo'ladi. Maqsadimiz yangi iqtidorlarimiz yoki bo'lmasa ijod qilib yurgan el yurtni nazariga tushishga tayyor turgan san'atkorlarimizni san'atlaridan bahramand qilish. Endi menga to'g'ri ko'pchilik aytdiki, siz haligi elga tanilgan, ma'lum, mashhur, qiziqchi shogird ukalaringizni olib kelib ishlamaysizmi? Men aytdim, bu yerda qora ko'zlar bor. Satira teatrining jamoasi bor. Bular ham juda iste'dodli, hammasi mehnatga chanqoq. Shu keldigu ishni boshladik. Mana xudo xolasa bugundan mavsumlarimiz boshlandi. Endi shu tomoshalarimizni ko'rsatib, xalqni nazariga, duosiga, olqishiga sazovor bo'lmoqchimiz. Maqsad shu. Maqsadimiz katta, maqsadimiz zo'r. Hamma shogirdlarimiz shu yerda birgalashib bizga nima xizmat deb turishibdi. Sababi bu yil bizga juda ajoyib yil bo'ldi. O'zbekiston san'atkorlarining ichida baxshilarimiz festivali bor ekan. Maqomchilarimiz, raqqoslarimiz, qo'g'irchoqbozlarimiz askiya va qiziqchilik san'atini festivali bo'lmagan ekan. Madaniyat vazirligining xush kayfiyat ko'rik tanlovi bo'ldi. Bu ko'rik tanlovlarida qiziqchilar, askiyachilarimiz qatnashdi va ular bilan biz katta tomoshalar tashkil qilib, respublikamiz bo'ylab yurdik. Toshkent viloyatlarida, Farg'ona vodiysida, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro. Mana endi keyingi safarlarimiz Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston, Xorazm tomonlar. Maqsad el yurtga bizni ham noyob san'atimiz bor. Askiya va qiziqchilik deganning o'zi satira. Satira hajm qilish. O'zi O'rta Osiyoda yagona bizda satira teatri. Moskvada bor ikkita satira teatri, biri Arkadiy Raykin deb bir ulug' ijodkor o'tganlar, hajibchi. Shularning nomlariga qo'yilgan, keyin yana bir satira teatri, keyin mana uchinchisi bizda.
Endi o'zimizni ko'rsatamiz, xudo xolasa shu. Maqsad sportchilarimiz bayrog'imizni baland ko'tarib medallar olgandek, biz ham bizniki boshqacha. Biz endi tomoshabinlarimizni, muxlislarimizni olqishini olib satira teatrimizni hammaga tanitmoqchimiz. Reklamami mana tashqarida ko'rgan bo'lsanglar, katta LED ekran deydi. Shu LED ekrandan bizning ijodlarimiz ketadi. Bu yer juda gavjum joy. Toshkentdan chetda bo'lsa ham, keyin havosi ham toza. Sezgan bo'lsanglar, 5-6 gradusga havosi ham toza, odamlar ko'p. Keyin shuncha yildan beri xalqqa ijod qilib kelishyapti. Shu yerdan turib ijodlarimizni davom ettirmoqchimiz. Endi san'atkor odam qayerlarda tomosha qo'ymaganmiz. Kaminani o'zlari. Tog' deysizmi, bor deysizmi? Yoki bo'lmasa katta haligi meva-chevalar saqlanadigan sklad deysizmi? Shunaqa joylar, omborxonalarda, sahnada hali piyoz kartishkalar to'kilgan joyida turib olib ham xizmat qilganmiz. Qo'ylarni podalarini orasida ham, paxta zorlarda, bug'doy zorlarda san'atkor odam san'atini ko'rsatib ketaveradi. Haligi estradamiz yulduzlari oddiy to'yxonaga bormayman xizmat qilgani degandek, biz bunaqa yo'q. Biz qayerda xizmat buyurilsa, xizmatimizni qilib ketaveramiz. Yoshimiz ulg'aygan sari, tajribangiz oshgan sari, bu tajriba bilan hamma yoshlar bilan baham ko'rish kerak. Hajmchilik ko'payishi kerak. Qiziqchi yumor artistlari ko'payishi kerak. To'g'ri, dramatik jiddiy obrazlarni yaratadigan aktyorlarimiz qoyilmaqom qilib rollarni o'ynashadi, lekin insonni kuldirish, ulug' kitoblarimizda ham insonga tabassum qarashni o'zi ham katta sadaqa, katta ish deyiladi. Shuning uchun ana shunaqa ulug' ishlarni qilmoqchimiz. Kelib oldik, boshlab oldik. 2 oydan beri ishlayapmiz. Bugun soat 13:00 da tomoshamiz boshlanadi. Kirib ko'ringlar, baho beringlar. Ichida hamma narsa bor. MP3, Korzinka deydimi? Korzinka, Univermak. Katta savdo do'koniga kirsangiz hamma narsa bor. Bizning satira teatrimizda ham hamma narsa bor. Hamma janrda ishlaydigan artistlarimiz bor. Juda iqtidorli. Xayrulla bosh rejissyorimiz. Xayrullaning familiyasi yana esimdan chiqib qoldi. Soliyev, Xayrulla Soliyev. Ilhomjonning familiyasi nima? Truppamiz boshlig'i. Yusupov. Mana qolaversa Xayrulla akam o'zlari O'zbekiston xalq artisti. Bizni o'zbek san'atini hajm, satira, miniatyura uslubini yo'nalishini ustalari. Rahmat. Assalomu alaykum. Bizning ustozimiz bo'ladilar. Suqatoyvoy, Konfetvoy degan bir spektakl bor edi. O'shanda shu spektaklni ko'rgani borganmiz. Keyin Xayrulla akam O'zbekistonimizning birinchi shum bolasi. Rahmat. Birinchi shum bolasi. Keyinchalik Abdurahim mana do'stimiz, Alloh rahmat qilsin, u kinoda yaratgan bo'lsa, bular shu sahnada, keyin televideniyada shu bolani yaratganlar. Biz ashula aytib beraymi deb maqtanib ashula aytardik. Vaqto'ram vaqillanmay jim yoting, kuydirgizgan bochkichirni yeb yoting. Xayrulla akam ashulalari. Yosh bolamiz trolleybusda Xayrulla Sadiyev ko'rib turib, biz endi hayratda qolgan, keyinchalik student bo'lib, yana bularning ijodlariga qiziqib kelib duolarini olib, mana endi nasib qildi bularning boshchiligida duolarini olib satira teatrida ijodimiz davom ettiryapmiz. Borlariga shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Kimning kim ana ustozi bo'lmasa, demak, aning ustozi shayton deyiladi. Bizning ustozlarimiz bor. Xudo xolisa ko'p yaxshi ishlarni qilamiz. Albatta. Umringiz uzoq bo'lsin, xayrli. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Kelib turinglar shunaqa. Boshingiz omon bo'lsin. Elli yurtni nazarda bo'linglar. Allohu akbar, aytganingiz bo'lsin. Mana shunaqa gaplar. Qadamingizga hasanat, umringiz uzoq bo'lsin. Aziz boshinglar omon bo'lsin. Valijon keling. Valijon Shamshiyev. Albatta ko'chada qolmaymiz, xudo xolasa. Valijon ham juda ko'p yurtimizni sharafli unvonlarini, orden medallarini olgan yigit. Barkamol maktablarida bu kishi rahbar bo'lib ishlaydi.
Markam avlod bolalar maktabida direktor. Bolalar maktabida direktorlar, hamma o'zicha nima direktorlik qilar ekan, masxaraboz, qiziqchi odam deyishuvdi. Mana necha yil bo'ldi ishlayapkansiz? 3,5 yil, 4 yil bo'lib qoldi. Xudo xolasa 500-600 ta iqtidorli bolalarimiz bordi. Hozir 1,5 ming, 2 mingga yaqin bo'lib qolyapti. Ana ko'rdingizmi? Juda ko'p xalqaro ko'rik tanlovlarda g'olib bo'lishyapti. Ustoz bitta yaxshi ko'rgan latifalarni aytishni yaxshi ko'raman-da. Bir paytlar o'zlaridan eshitganman. Bir maymun unda qarasa chuqurda yo'lbars yotgan ekanda. Deb uni ustidan kulibdim. Yo'lbarsda. Battar bor. Bu kuningda 5 battar bor. Qaytib ketdi. Yana bir maza qilib so'kib olay. Bola chaqangam shu ketsin. Yana bir so'kadi. O'sha dimoqchi bo'lgan ekan, maymun oyog'iga chalishib, shunda yo'lbars oldiga tushib qopti. Yo'lbars bilan maymun shunda yuzma-yuz kelib qopti. Yo'lbars maymunga qarab, "Qalaysan, qo'lga tushdingmi?" desa, "Yo'q aka, uzr so'ragani tushdim" dermish. Uzr so'raydigan ish bo'lmasin. Ilohim dunyoda uzr. Sog' bo'lib yuring, boshingiz omon bo'lsin. Mana Shukrullo, Valijon, Ma'murjon, Botirjon degan qiziqchilarimizni el yurt tanidi. Vodiyda juda ko'p shogirdlarimiz, Samarqandda, Buxoroda nabirali shogirdlarimiz bor. Nabirasi bor, yosh katta ustoz san'atchilar bor. Bizga shogird bo'lishganimizni, uslubimizda ishlashadigan. Hammalarini niyati el yurtni xursand qilish. Qanaqa qilib shu kayfiyatini ko'tarib. Ilohim sog' bo'lib yuringlar, boshinglar omon bo'lsin. Uzr so'raydigan ish bo'lmasin. Ilohim hech qachon uzr so'raydi. Sog' bo'linglar, kelganinglarga rahmat, hammanglarga xush kelibsizlar. Tomoshalarimizni boshlaymiz, marhamat, ketib qolmanglar. Biz shu yerdamiz, endi mehmonlarga ovora bo'lamiz.